Bunday issiq kunda duxovkani yoqishingiz shart emas. Pishirilmaydigan muzqaymoqli tort. Yaxshi pechenyelarimizni maydalab olamiz. Xohlasangiz blenderda, xohlasangiz juvada maydalab oling. So'ngra unga kakao va eritilgan sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Pechenyeni ta'mi o'ziga yoqadiganidan sotib oling, chunki uni ta'mi tort ta'miga ta'sir qiladi. Idishimizga qolpimizni solib, so'ngra aralashmamizni solib olamiz. So'ngra yaxshilab bosib olamiz. Shunda tortni kesayotganingizda oson kesasiz. Shokoladlarni maydalab olib, uni mikroto'lqinli pechda suyultirib oling. Bolalikdagi tabiiy ta'mga ega pyur milka qaymoqlariga uni qo'shib olasiz. Yaxshilab aralashtiramizda, so'ngra qolipimizga quyib olamiz. Agar pechenyeli massani yaxshilab preslagan bo'lsangiz, yonlaridan oqib ketmaydi. 6-7 soatga muzxonaga solib qotirib olamiz. Ustiga surish uchun ham ganash tayyorlab olamiz. Uni ham 15-20 daqiqaga qotirib oling. So'ngra kesib dasturxonga tortamiz. Bu tortni kim tayyorlab berishini xohlasangiz, shu odamga jo'natib qo'ying.